Qadr kechisi İslamda yil ichidagi eng fazilatlik, eng xosiyatlik va eng ulug' kechadir. Bu kechaning qimmatini inson aqli bilan to'liq tasavvur qilib bo'lolmaydi. Chunki Alloh Qur'on Karimda bu kechani maxsus bir sura, ya'ni Qadr surasi bilan madhiylagan. Qadr kechisi qanday kecha? Qur'on nozil bo'lgan kecha. İnsaniyetning hayot yo'lini yo'ritqichi muqaddas kitobimiz Qur'on Karim mushu kechada dunyo osmoniga nozil bo'lishga boshlagan. Bir umrlik qimmat. Bu kecha 1000 oydan afzaldir. 1000 oy taxminan 83 yil 4 oy bo'ladi. Ya'ni bu kecha bir qitimliq ibodat bir odamning butun umrida qilgan ibodatidanmi texmi savoblikdir. Farishtalarning ziyorati. Bu kechada Jibril alayhissalom va son sanoqsiz farishtalar yer yuziga tushib, toki tong otqucha mu'minlarga salom va omonlik tilaydi. Qanday savoblari bor? Gunohlarning mag'firat qilinishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Qadr kechasining fazilatiga ishonib va savobini umid qilib, shu kechani ibodat bilan o'tkazsa, uning o'tkazgan barliq gunohlari mag'firat bo'ladi. Duolarning ijobat bo'lishi. Bu kecha osmon eshiklari ochilgan, Alloh bandalarining tilaklarini rad qilmaydigan bir fursat kechasidir. Taqdirning belgilanishi. Kelar bir yillik rizq, o'lim, to'y-to'kun va boshqa muhim taqdir ishlari farishtalarga mushu kechada topshiriladi. Biz u kechani qanday o'tkazishimiz kerak? Bu kecha uxlaydigan yoki bekor so'z bilan o'tkazilgan kecha emas, balki Alloh bilan yolg'iz qilib qalbni pokizlaydigan kechadir. Bu kecha mening hayotimdagi eng oxirgi qadr kechasi bo'lishi mumkin degan samimiy tuyg'u bilan kutib olish kerak. Nima ishlarni qilishimiz kerak? Tövendeki amellerini qilish tavsiya qilinadi. Birinchi, namoz o'qish, tahajjud namozi, hojat namozi yoki qazo namozlarini o'qish. Ikkinchi, Qur'on o'qish, Qur'on Karimning ma'nosini tushunib turib tilovat qilish. Uchinchi, duo va zikr. Suyumlik payg'ambarimiz o'tkazgan duoni ko'p aytish. Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya'ni, Alloh, sen haqiqatan kechirim qilg'uvchisan. Kechirishni yoqtirsan, meni kechirgin. 4-chi, tavba qilish. O'tgan xatoliklar uchun chin qalbidan pushaymon qilib, Allohdan afo so'rash. 5-chi, sadaqa berish. Qadr kechasida berilgan 1 yevro sadaqa boshqa vaqtdagi 30 ming yevrodan ortiq savobga ega qiladi. 6-chi, boshqalarga yaxshilik qilish. Qalbdagi adovat va ochiqlarni chiqarib tashlab, kishilar bilan aplishish. Qadr kechasi Allohning bizga bergan eng cho'ng sovg'asi. Bu kechani tepish uchun Ramazonning oxirgi 10 kunini, maxsus taq kechalarini g'animat bilish lozim. Qadr kechasi nima uchun yoshirin qoldirildi? Qadr kechasining zodi qaysi kecha ekanligi aniq belgilanmagan. Buningda Allohning to'manlagan hikmatlari bordir. Qadr surasida xabar berganidek, Qadr kechasi 1000 oydan ortiqdir. Ya'ni bir umrlik. Taxminan 83 yillik ibodatning savobini bir kechada qo'lga keltirish mumkinchiligi bor. Suyumlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kundagi taq kechalardan izdanglar deb tavsiya qilgan. Agar bu kechaning qaysi kun ekanligi aniq bo'lgan bo'lsa, insonlar faqat shu kechada ibodat qilib, Ramazonning boshqa kunlariga sal qaragan bo'ladi. Alloh bu kechani yoshirin tutish orqali bandalarining butun Ramazon bo'yi, bo'libmi oxirgi 10 kunda texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatishni, har bir kechani qadr bilib, ibodat bilan o'tkazishini xohlagan. U kecha farishtalarning ziminga tushgan kechasi. U kecha taqdirlar belgilangan kecha. Qadr so'zining bir ma'nosi o'lcham taqdir deganlikdir. Alloh bu kechada kelar bir yillik rizq, ajal va boshqa muhim ishlarni farishtalarga bildiradi. Suyumlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasining ba'zi alomatlarini bayon qilgan. Shu kechasi havo nimishqa bak issiq yoki bak sovuq bo'lmaydi. Mo'tadil bo'ladi. Atsi atdiganda quyosh nuri suz, ojiz va qizg'uch bo'lib chiqadi. Xuddi to'lin oydek. Qadr kechasining yoshirin bo'lishi bir imtihon va rahmatdir. Alloh so'ygan bandalarining o'ziga texmi yiqilishini, texmi ko'p duo qilishini arzu qiladi. Chunki izlab tepilgan narsaning qadri texmi yuqori bo'ladi. Bu kecha qalbingiz bilan Alloh o'ttirsidagi so'zsiz kecha.
Qadr kechisi faqat bir tilovat yoki ruku kechisilam emas. U Alloh bilan banda o'tirsidagi ma'naviyatning qayta tug'ilish kechisidir. Siz dunyoning g'am andishlaridan, telefonning signallaridan, kishilarning tanqidlaridan qochib, eng bexatar panohgohga Allohning dargohiga yoshirinasiz. Siz duo qilayotganingizda tilingizdan so'z chiqmay, ko'zlaringizdan yosh chiqqan shu sekundlar aslida Allohning sizni afu qilganining eng go'zal bishoratidir. Chunki Alloh o'zi kechirishni xolamagan bandaning qalbiga tavba tuyg'usini solmaydi. Bu kecha sizning erki banda ekanligingizni, Rabbingizning sizdan hargiz voz kechmaydiganligini his qiladigan kechadir. Qadr kechisining biz bilmaydigan yoki ko'p diqqat qilmaydigan sirlari. Qadr kechisining biz ko'p anglamagan ba'zi taraflar borki, ular kishini hayron qoldiradi. Birinchi, farishtalarning qistonchilik siri. Qadr surasidagi tanazzalul malaika, ya'ni farishtalar tushidi degan so'zning bir ma'nosi shuki, shu kechada yer yuziga tushgan farishtalarning soni shuncha ko'p bo'ladi-ki, yer yuzi ularga torliq qilib qoladi. Ko'kdagi barliq nuroniy maxluqlar yerga, ya'ni sizning yoningizga, sizning duolaringizga amin deyish uchun tushidi. Siz yolg'iz emas, butkul koinot siz bilan billa samimiyat izlaydi. Ikkinchi, salom, omonlikning siri. Oyatda salomun hiya, ya'ni u kecha omonlikdir deb keladi. Buning bir siri shuki, shu kechasi shaytonlar hech qanday yomonlik qilolmaydi. Kishilarning qalbiga vasvasa sololmaydi. Shunga kishilar qadr kechasida o'zgacha bir xotirjamlik, qalbida bir xil yeniklik his qiladi. Bu ruhning shaytoniy zanjirlardan ozod bo'lgan sekundlardir. Uchinchi, taqdir tanlash siri. Qadr kechasida 1 yillik taqdirimiz farishtalarga topshiriladi. Ammo sir shuki, duo taqdirni o'zgartiradi. Agar taqdiringizga biror qiyinchilik yozilgan bo'lsa, sizning shu kechasi qilgan samimiy duoyingiz shu baloni qaytarib o'tadi. Ya'ni bu kecha sizga taqdiringizni go'zallashtirish uchun berilgan bir qalamdir. To'rtinchi, Jibril alayhissalom bilan uchrashish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qadr kechasida mu'minlar bilan farishtalarning qo'l elishib ko'rishish qildiganligi haqida ishoratlar bor. Kimning qalbi shu kechasi tuyuqsiz yumshab, ko'zidan yosh agsa va badanida bir titrash his qilsa, bu Jibril alayhissalomning uningga yaqinlashganligining alomatidir. Qadr kechasi Alloh sizni bu kecha yetkazishni xohlagan bo'lsa, demak, sizni kechirishnimi xohlagan bo'ladi. O'zingizni Allohning cheksiz rahmat daryosiga tashlang. Men gunohkor deb qo'shmagan. Aksicha, men gunohkor bo'lsam-mu, sen kechirim qilg'uchi Rabbimsan deb kelgan banda Janobi Haqning eng suyumlik mehmonidir.